Aziz kuzatuvchilar, bugun sizlar bilan Yaqin Sharqdagi holatni qisqa va aniq holatlarda global tahlil qilamiz. Siz va biz bilgan dunyo allaqachon juda tez o'zgarib bormoqda. Amerika va Isroil Eronning 4 ta strategik obyektiga zarba berdi. Bu zarba javobsiz qolmasligini bilardim, ammo hech kim bu qadar tez va kuchli javob bo'lishini kutmagandi. Yevropada neft narxi bir barrel uchun $120 dan oshib ketdi. Germaniya, Italiya va Fransiya sanoati to'xtash arafasida. Yevropa rasman inqirozga yuz tutdi. Rossiya esa gaz quvurlarini deyarli to'liq yopdi. Natijada Yevropa davlatlari energiya va ishlab chiqarish muammolari bilan og'ir kunlarni boshdan kechirmoqda. Ispaniya va Vengriya Eron bilan urushdan bosh tortdi. Bu NATO, Shimoliy Atlantika shartnomasi tashkiloti ichida kelishmovchiliklar kuchayayotganini ko'rsatadi. Ko'pchilik Rossiya va Xitoy nega Eronga yordam bermayapti deb so'rayapti. Ammo men ularning rejasini tushunaman. Ular Amerika Eronni yenga olmasligini biladi. Bu esa ular uchun katta jekpot. Xitoy esa baribir Erondan neftni arzon narxda sotib olishda davom etadi. Agar urush kengayib Eron Fors ko'rfazini yopsa, neft narxi $300 gacha chiqishi mumkin. Arzon neftga tayangan Amerika va Yevropa iqtisodiyoti esa chuqur inqirozga yuz tutadi. Shunday vaziyatda Yevropa Rossiyaning neft va gazini qimmat narxda sotib olishga majbur bo'ladi. Ukraina urushi esa butunlay global e'tibordan chetda qoladi. Bugun esa Eronning sodiq qo'mondoni Hoshim al-Haydariy maydonga chiqdi. Uning Iroqda 180 ming qo'shini bor. Bu Iroq armiyasi bilan teng kuch. U 40 dan ortiq dron bilan Amerikaning bazalari, razvedka punktlari va Erbildagi konsullik bo'limiga zarba berdi. Ammo butun dunyo endi bir haqiqatni anglab yetmoqda. Musulmon olami kuchli. Eron yolg'iz qolgani yo'q. U butun bir aqidaning vakili. Ular Amerika va Isroilga qarshi turib, nafaqat o'z yerini, balki musulmonlarning izzatini himoya qilmoqda. Agar urush uzoq davom etsa, Amerika iqtisodiyoti 10 yillar davomida orqaga ketadi. Venesuela nefti esa Yaqin Sharq neftining o'rnini bosa olmaydi. Geosiyosiy vaziyat keskinlashsa, Xitoy Tayvan masalasida faolroq harakat qilishi mumkin. Ya'ni bosib olishga unga xalaqit qiladigan hech kim qolmaydi. Men bugun shuni ko'ryapman. Musulmonlar birlashsa, dunyoning eng kuchli davlatlari ham ularni yenga olmaydi. Eron bu urushda faqat o'zi uchun emas, balki butun bir millat va din sharafi uchun kurashmoqda. Va men ishonaman, ular g'alaba qozonadi.